Assalomu alaykum hammaga. Ko'rib turganinglar Captiva mashinasini visoka давление, ya'ni benzin asosdan kelayotgan давлениесini kuchaytirib beradigan benzin asos bo'ladi. Biz hozir buni yechib oldik. Bundan oldin ko'p ustalarga borganlar, ishlari hal bo'lmagan. Hamma uni oddiy benzin asosini almashtirib, lekin ish bitmagan. Mashinada nima bo'lgan desanglar, mashinada zavod qilgan paytingizda qiyin zavod bo'ladi, ko'p aylantirib zavod bo'ladi. Ba'zida 2-3 marta deb bo'ladi. Keyin yurgan paytda mashina bo'g'iladi. Buni hamma oddiy benzin asosi deb o'ylab almashtirishgan, lekin ish bitmagan. Hozir bizga olib keldilar. Biz buni visoka давление benzin asosini almashtirib beramiz. Buni bitgandan keyin xudo xolasa mana bitta zavod boshini qo'yib ko'rsataman. Olib qolgan Captiva mashinamiz bitdi, xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Oka zavod qo'ring. Bitti lavha. Bitti. Yarim. Xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi.